Bugun sizlar bilan Saudiya Arabistoni universitetlariga hujjat topshirishda qilinadigan ba'zi bir xatoliklar haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda hujjatlarni tayyorlash jarayoniga keladigan bo'lsak, ba'zi bir talabalar hujjatlarni tayyorlash jarayonida, ya'ni kollej diplomi, maktab attestati yoki bakalavr diplomini shunchaki telefonda rasmga olib tashlasam bo'ldi deb o'ylashadi. Yo'q, unday emas. Tasavvur qiling, qabul komissiyasi sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqyapti va yaqqol bilinib turadi, sizning hujjatlaringiz telefonda rasmga olinib, shunchaki tashlab yuborilganligi. Va bu ularga jiddiy ohangda bormaydi. Bu degani sizning hujjatlaringizni ular ko'rib chiqmasligi foizi anchaga pasayib ketishidan dalolat beradi. O'shaning uchun agar rostdan ham jiddiy topshirmoqchi bo'lsangiz, birorta yashab turgan joyingizdagi rasmxonaga boring, iloji bo'lsa, va u yerda iltimos qilsangiz, hamma pasport, diplom, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma hammasini bittada skaner qilib berishadi va PDF holatda sizga tashlab berishadi va o'sha yerda rasmga tushib kelsangiz bo'ldi. Juda ham katta pul ketmaydi, ozgina vaqt sarflab, iloji bo'lsa shuna qilib kelsanglar, qabul bo'lish imkoniyatlaring oshadi. Ko'pchilik so'rashadi, arab tilini bilmayman, topshirsam bo'ladimi deb. Ha, topshirsangiz bo'ladi. Agar topshirgan yo'nalishingiz arab tilida o'qitilsa, sizga 2 yil bepul arab tili kursi taqdim qilinadi va keyinchalik o'zingiz xohlagan sohada o'qishingiz mumkin. Yoki ingliz tilida deydigan bo'lsak, ba'zi bir yo'nalishlar ingliz tili sertifikati talab qiladi, ba'zi birlari yo'q. Masalan, IELTS talab qilishi mumkin, TOEFL. Agar ingliz tili yo'nalishiga topshiradigan bo'lsangiz, iltimos ingliz tilida siz darsni qabul qila olish va darsda javob bera olish darajasidagi ingliz tilini bilishingiz kerak. Ya'ni bu o'zingizga qiyinchilik tug'dirmaydi keyinchalik. Hujjatlarni topshirish ketma-ketligi, agar siz hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, lekin buni bilmasangiz, Aliyasir adminiga yozing, hamma ketma-ketliklarni tushuntirib berishadi va o'sha hujjatlaringizni Aliyasir adminiga tashlab bersangiz, sizning nomingizdan topshirib berishadi. Ba'zi bir hujjatlarni arab tiliga tarjima qilinadi va tarjima qilingan hujjatlar hammasi sizga tashlab beriladi. Bundan tashqari, topshirib berilgandan keyin sayt ma'lumotlari, sizning hamma ma'lumotlaringiz o'zingizga qaytarib beriladi va o'zingiz sizning arizangiz holatini tekshirib turishingiz mumkin. Tasavvur qildik, sizning hujjatlaringiz qabul qilindi va siz Saudiyaga ketyapsiz. U yerda sizni kim kutib oladi, o'qish ishonchlimi o'zi? Shu haqida gaplashadigan bo'lsak, agar siz qabul qilinsangiz, sizga Saudiya Arabistoni tarafidan talabalik vizasi O'zbekiston elchixonasiga yuboriladi. Bu degani, siz O'zbekistondan Saudiyaga qonuniy ravishda talabalik vizasi bilan bo'lasiz va bu O'zbekiston sizni, ya'ni bilib turadi, bu inson Saudiya Arabistoniga qonuniy tarzda talabalik vizasi bilan ketyapti. Bundan tashqari, agar siz universitetlarga qabul bo'lsangiz, sizga ikki taraflama chipta bepulga beriladi. Ya'ni siz o'zingizni oldingizdan pul sarflab chipta sotib olishingiz shart emas. Bundan tashqari, Saudiya Arabistoniga borish uchun o'zbekistonliklar viza sotib olishiga to'g'ri keladi, lekin siz universitetda talaba bo'lganingiz sababi bepulga vizani o'zlari berishadi. Ya'ni siz tarafdan bunga ham pul sarflanmaydi. Chipta, viza hammasini universitetlar tomonidan qoplanadi. U yerga borganingizda sizni kutib olishadi. Masalan, universitetni o'zini avtobuslari bo'ladi. Avtobusdagi o'sha shofyor yuboriladi aeroportga va o'sha yerda shofyor bilan bog'lanib, o'sha ko'rishib oladi va shu bilan universitet yotoqxonasiga borsangiz, universitetdagi supervizorlar sizga turar joyingizni, hamma joylarni ko'rsatib, tushuntirib, joylashtirib qo'yadi. Bundan tashqari, ba'zi bir konsalting firmalar juda ham ko'p, ba'zilarini hujjat topshirish narxi har xil. Ya'ni bizda Aliyasirda asosan arzonroqqa topshirib berishga harakat qilamiz. Ya'ni boshqa konsalting firmalar bilan bemalol bog'lanib ko'rishingiz mumkin. Ularning sifatini, narxini bemalol so'rab surishtiring va narxini bemalol solishtirib, sifatini bemalol solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, qanaqa savolinglar bo'lsa, iltimos kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men hammasini o'qib chiqib javob berishga harakat qilaman. Keyingi videoda ko'rishguncha.